kapam psixika ögüneli sahipsininki yeni sanını köngül aramılağı sunmakçıman. Özünü töven körüş. Nurgun dostlarda özünü töven kördügan, özünü kemsirgan mana mushundaq osal kayfiyatlar bolup bakkan. Hamda muşxil özünü töven körüştün alqıgıl bolamdı bolmamdı. Bugün muşaqdiki mazmunlarni dostlarning diqqatiga sunmakçıman. 1870-yili Adler Avstriya poytaxti Vinadagi bir halliq ayılda tug'ildi. O bu oydaki ballarninki 3-chi edi. Aslida bundaq aile muhitida Adlerninki balılık hayatı g'amsiz o'sib bo'ladi. Ammo aciz badan ham arqa-arqadan takkan kesal uning balliqdagi xo'shalliqlarini tatib oldi. Adler kichik vaqtlarda umurtqa kesiliga giribtor bo'lgan bo'lib, bu sababdan o bir ömür harakat qilolmaydi. 5 yoshga kirganda yana o'pki yalug'iga giribtor bo'lib, o'lib ketgili tasliq qilgan. O'zini kamsitish va to'liqlash. O'limga yiqila turgan bu aciz balaninki cho'ng bo'lgandan keyin bir dangliq psixologga aylanishini hech kim o'ylab bakmagan. Onun o'zini kamsitishdan halqi sabri keyingi kishilarninki hayotiga cho'nqur ta'sir ko'rsatgan. Adler ro'yi analiz iqimininki ijodchisi Freudni ustoz tutgan. Bu dastlabki nazariyasida a'zolarninki kamligi bilan psixikadagi o'zini kamsitishni to'liqlash kishilik salohiyatninki asli harakatlantirgich kuchi deb qaragan. O mundaq deb qaraydi. O'zini kamsitishninki mavjud bo'lishi bir jihatdan odamninki irodasini yo'q qilib, odamni tugashtirib etadi. Biroq yana bir jihatdan o'zini kamsitish hissiyoti odamni olg'a ilgirlatadi. Odamni kuchlantirib, odamning ojizligini to'liqlaydi. U ta'kidlagan o'zini kamsitish hissiyoti hargizmi g'ayriy holatning simovi emas, balki shaxsning yuqori o'ringa intildigan bir xil normal taraqqiyot bosqichidan iborat. Normal odamlar ba'zida ko'ngilda ma'lum xil o'zini kamsitish hissiyotida bo'lganda, oldi bilan ashu yetarsizliklarni to'liqlab, o'zini kamsitish keltirib chiqargan psixik yaralanishdan chiqib ketmoqchi bo'ladi. Ya'ni o'zini kamsitish hissiyoti paydo bo'lganda, shuning bilan birga yana to'liqlash ehtiyojimi paydo bo'ladi. To'xtamay to'liqlash jarayonida yana yangi o'zini kamsitish hissiyoti bayqildi. Shuning bilan texmi tirishidi. Bundaq davriylik shaxs taraqqiyotining asosiy harakatlantirgich kuchiga aylandi. Mayli irodani bo'shashtirish bo'lsin yoki g'ayratga kelish bo'lsin, o'zini kamsitish bir xil sal qarg'ili bo'lmaydigan psixiklik holat hisoblanadi. Ikki tal hikoya va hikoyaning birinchisi pil haqida. Hayvonotlar bog'ichidagi pillarning hammasi inchki to'mir zanjirlar bilan bog'langan pakar yog'och reshatkalarning ichida bo'lib, bir bola apsdan pil shuncha kuchli turib, nemishqa inchki to'mir zanjirlarni uzib qochib chiqib ketamaydi ana deb so'ragan. Apsi balaga tushuntirib, bu pil bu yerga kelganda nihoyatda kichik edi. Bu chaqda bu inchki to'mir zanjir bilan pakar yog'och reshatkaning ichida turgan. Bu ayni chaqda butun jahli bilan qochishga uringan. Ammo kuchi ojiz bo'lganlikdan har qancha qismi qochib chiqolmagan. Shuning bilan o'ziga bo'lgan ishonchisini yo'qotgan. Keyin pil cho'ng bo'ldi. Ammo ilgirki o'zini to'van ko'rish hissiyoti uning ko'nglida saqlanib qolib, o'zining kuchining zo'rayganligini to'nib yetamadi. U bu to'mir zanjirni mangu uzolmayman deb qaraydi. Iroda bo'shashganda pakar yog'och reshatka bilan inchki to'mir zanjirlarni pilninki tangdassiz kuchini bo'g'ib qo'ya oladi debdi. Hamdiki hikoya ikki aka-uka haqida. 10 yil burun Namrat yezidagi aka-uka ashliq chidayolmay sirtqa chiqib jahondachilik qilishni qaror qilibdi. Akisi bir qadar talaylik bo'lib, aylanib yurib, nihoyatda boy bo'lgan Kaliforniyaga kelib qolibdi. Ammo inisi Filippinga beribdi. Ular o'xshash bo'lmagan joyda o'z oldiga yashapti. Necha 10 yildan keyin aka-ini ikkalan oxiri ko'rishibdi. Akisining natijasi ko'p bo'lib, Kaliforniyadagi muhojirlarning oldida menib ikki tomoqxona, bir necha kiyim yuvish do'koni va milishmonlar do'koni ochgan bo'lib, tijoratda muvaffaqiyat qozongan ekan. Uyda yana navirlari bo'lib, navirlarining yaxshi xizmati bor ekan. Inisi bo'lsa dunyoda innovati bor bankerga aylanibdi. Bank kasbidan boshqa uning yana o'rmonligi va kauchukzorligi bor ekan. Aka-ini ikkilisini muvaffaqiyat qozondi deyishga bo'ladi. Ammo muvaffaqiyat orasida nimishqa buncha cho'ng farq bor. Aksi mundaq debdi. Biz chat yezdan axtarliklar dunyosiga kelgan chig'imizda hech qanday fursatimiz yo'q edi.
Faqat ular qilishni xohlamagan ishni qilishimiz, ular tepishni xohlamagan pulni tepishimiz. Har bir qadamni kamtarlik bilan besib, bak cho'ng orzularni qilmasligimiz kerak edi. Nopuzga erishish intayin tas edi. Ammo inisi mundaq debdi. Dastlabda men töven maoshli xizmat qildim, ammo keyin u yerdagi kishilarning intayin o'rin ekanligini bayqadim. Shuning bilan men ular voz kechgan kasbni boshqa qilib chiqib, asta-asta tijoratni cho'ngaytdim. Balkim dastlabda inisi o'zini kamsitmasligi kerakdi. Biroq o'zini kamsitishning uning bagini bir xil o'zidan halqiydigan zo'r kuch bo'ldi. O'zini kamsitishdan halqish. Xo'sh, endi psixolog Adlerning hikoyasiga qaytaylik. Echinishlik balliq hayoti Adlerga cho'nqur o'zini kamsitish hissiyoti ep kelgan. Tuzlanmaydigan bel va qattiq yo'nalishdan qiynalganda uning adolatsizlikdan og'ringan vaqtlari bo'lgan. Ammo nihoyat tezda u to'liqlash mumkinchiligini topgan. U bo'lsa o'zining tirishchanligi orqali bir munavvar doktor bo'lish. Oxiri Adlerning muvaffaqiyati kishilarni hayron qoldirgan. U gumonizmlik psixologiyaning boshlamchisi. Individualizm psixikasining ijodchisi bo'lgan. U o'zininki qalbi orqali nurg'unlagan kishilarga kuch ato qilgan. Uning ta'limotlari keyingi g'arb psixologiya taraqqiyotiga g'oyat zo'r ta'sir ko'rsatgan.